Abbos aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Ketdim aka, u darvozalar narxi ham tushib ketdi aka, ishlashga ham kerak. Unaqa qilmang aka, biz obunachilardan endi darvozalardan olamiz deyapti. Bir eshitib keldik o'sha yerda Farg'onadan, sizda Namanganda mana arzon darvozalar qilib beryapsiz-ku. Farg'onadan keldingizmi aka? Keldik aka. Bitta nima qilamiz? Berasizmi? Obunachilaringiz uchun, hamyurtlarimiz uchun darvozalarni eng arzondan qilib beramiz, eng cho'tki sifatlisidan qilib beramiz, xudo xolasa. Bo'ldi, aka bo'lmasa narxlar tanishtirishni boshlaymizmi? Qaysi birdan boshlaymiz? Mashinadan boshlaylik aka. Men bo'lmasa kadr ortiga o'taman, o'zingiz chiroyli nima qilib berasiz? Taraf fason darvozamiz. Aha. Xo'p. Stoykalari o'ngon brusdan bo'lgan. Lislarimizga keladigan bo'lsak, 1.8 qora filisovli rossiyskiy listdan 2 qavatli shumkali bo'lgan. Oho. Hop. Zo'r. Kraskalariga keladigan bo'lsak, 5 yilga garantiya, mokri rang bo'lgan avtomobilni devo kraska. Zo'r. Ustidan lakini ham matviy lakda qilib sat berganmiz, chiroyli qilib. Bu darvozamiz mana 2024 da 2025-yilda eng ko'p sotilgan skromniy variant. Hop bo'la, akalar, ukalar qaranglar. Ozgina shovqinga qaraysizlar, bolalar ishlashyapti. Zavoddan birinchi qo'ldan. Aka shovqinni mana o'chirdik. Zo'r bo'ldi mana. Chunki hozir sezon mahal ishtitqi bo'lmayapti. O'shaning uchun ham ishni gazini bosmasak bo'lmaydi. Mana endi xotirjam tanishtiramiz aka. Buni pullarini boshqa hamma eng zo'r puli. O'sha 1.8 filisovli rossiyskiy listdan bo'lgan 2 qavatli shumkali. 2024-2025-yilda eng trendda bo'layotgan darvoza. Skromniy. Zo'r, skromniy darvoza. Bu darvozamiz 1 kvadrat metri 1.300.000 so'mdan chiqadi. 12 ta viloyatga dastavka, ustanovka mutlaqo bepul, faqat Qoraqalpog'iston bilan Xorazm uzoqligiga dastavkasi kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda. Qolgan joylarga hamma joyga beramiz. Chiqaryapmiz mana xudo xolasa sektor ham ko'rsatamiz hali. Surxondaryoga, Qashqadaryo, Navoiyga, Toshkentga tayyor bo'layotgan darvozalarimiz bor. Zo'r aka. Xolasa chiroyli qilib chiqarib beramiz. Oh, mana shu vashi zo'rmi aka? Aka bu turetskiy fason deydi, отдельный kaletkali. Bu ham 2 qavatli. 1 qavatdan chiqmaydi. Listlarimizga keladigan bo'lsa, o'sha 1.8 mana rossiyskiy list shumkali varianti. Shovqin chiqmaydi, xudo xolasa. Aka qo'shingiz kelib ham bitta eshigingizga taqilsa o'zi bilinar aka. Seriyoz odam bu deydi. Kelib bir urib ko'raychi deb turib uradi, qaytib urmaydi bu darvozani, qo'l urmaydi. Zo'r aka. Turetskiy fasonimiz mana nerjivenkalarni qora qo'yganmiz. Bu ham mokri. Aha. Matviy lak sab berganmiz. 1 kvadrat metri bu ham 1.300.000 dan 1.400.000 so'mgacha chiqaveradi buniki. Shivillar taqib berasiz, xolos. Stoykalari 12 lar, shivillar taglari, stoykalari, polni bezulor. Darvozani haligi skromniy baquvvatini qo'yaman degan hamyurtlarimiz uchun bu darvozalar. Hammalarda har xil xohlaganini qilib beramiz. Xohlasa mana tepasini mana bunday gulxo'y qilib lazer guldan qilib beramiz, xohlasa mana bunday yopib ham beraveramiz aka. Zo'r aka. Xo'p, yana qaysi birini? Mana taraf fason. Buni narxini aytmadik aka. 1.300.000 dan 1.400.000 so'mgacha. 1.300.000 dan 1.400.000 so'mgacha. Murojaat qilsa, razisasini tushuntirib o'tamiz, materialni, qalin palashini chiqaradi. Mana bunday mana skromniy varianti, tepalari lazer qilib berganmiz, taraf fasonimiz. Bunga bu yil juda ko'p sotdi. Bitta ko'rgan inson обязательно bunga ishqiboz bo'lib qoladi. O'zimni ham ayting, o'zimni. Sizga ham shundan qo'yib berganmiz. Xuddi shundanmi? Taraf fasondan qo'yib berganmiz. Kraskalari ham o'zgacha. Xudo xolasa 5 yilga garantiya bu kraskalariga. Bo'ldimi? Chiroyli, xuddi shundan qo'ydik azobonachilar. Videolarni qo'yganmiz, montaj qilinyapti, uni ham qo'yib qo'yamiz. Materiallarni qalin ishlatganmiz, kraskalarni gruntovka bilan chiroylisini sepganmiz, qo'ymay garantiya beraveramiz aka. Ruchkalarni ham qoshlariga qarab, qaytaq ruchka, zubr ruchka qilib qo'yib beraveramiz aka. Mana. Bo'ldi. Orqa tomonlarga. Buni narxi? Buni narxi ham o'sha 1.300.000 so'mdan chiqadi. 1.300.000 so'mdan chiqadi. Yo'llarni xohlasiz shivillar, xohlasa o'ngon brus qo'yib beraveramiz. Hali orqasini ham ko'rsating deyshadi ko'pchilik. Hali xunik turadimi, qanaq turadimi? Orqalari tekis, chiroyli turadi. Mana buni qarang, orqalarini qarang, chiroyli chiqqan. Men ham xuddi shunday. Talab kuchlilik uchun mana bu yerda ham shu taraf fasondan bor. Bu ham mana. Bular endi zakazga bo'lgan, hozir sizlarga video qilish uchun olib bormay turibmiz. Syomka qo'llaydi. Balki syomkadan keyin egalariga o'rnatamiz. Mana zubr zamok. Buni firma o'zi 5 yil garantiya beradi bu zamokka. Zo'r. 5 talik kalit, o'nlab zubr zamok. Budjetni variant so'ragan hamyurtlarimiz uchun mana pechat shtampovkalar chiqarib qo'yganmiz, 1 qavatli, 1.3lik lista bo'lgan. Buni 1.3 dan qalini yo'q.
Guruchdan qalini yo'q. Eng qalini 1.3 bo'ladi. Shunga 1.3 dan chiqarganmiz. Bular 650 ming so'mdan chiqadi. 1 kvadrat metr. 650 ming so'mdan bo'lsa 10 kvadratlik bo'lsa, hozir aka 6,5 million so'm bo'ladimi? Bunga nerjivenka qo'ymaganmiz. Qolasa qo'yib ham beramiz. Nerjivenka deyishadigan bo'lsa, nerjivenkani razницасini qo'shib bersa, nerjivenkali variantini qilib beramiz. Bo'ldi. Hozir nerjivenkali variant qanaqa bo'ladi deganlarcha hozir ko'rsatib o'tamiz. Uni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bu ham high-tech pason aka mana. High-tech. Hop tepalarni shu gulxo'y qilib ochib berganmiz, lazer guldan foydalanib. High-tech variantda. Hop 3ga 360. Mana bu 3ga 3,5 bo'lgan. Hop, buni bir xilmi? Bir xil. Bir xil material ishlagan, qalinligi ham bir xil, 650 ming so'm 1 kvadrat metri. Zo'r aka. Endi mana bu nerjivenkali variant aka. Dubai pason. Bu high-tech pason, bu Dubai pason. Bu nerjivenkali bor varianti 50 ming so'm qimmat yuradi aka. 50 ming so'm qimmat yuradi xolos. Chunki bu nerjivenka ham aka qimmatga keladigan narsa, bu zanglamaydi, quyoshda o'chmaydi, ko'chib ketmaydi. Xudo xolasa kraskalariga aytganimizdek 5 yilga garantiya beramiz. 5 yilga. 5 yilga garantiya. Bu kvadrat metri nerjivenkali variantiniki 700 ming so'm chiqadi aka. Bo'ldi. Aka, keyin yana bitta savolda. Misolga ikkita, uchta qo'shni bitta bo'lib olsa ham, akukalar bo'lsa ham kelishib berasa, chiroyli qilib bo'lishi mumkin. Agar mana shu ruchnoy rabota darvozalarimizdan, 2 qavatli darvozalarimizdan bitta nomerdan 2 kishi zakaz qiladigan bo'lsa, bitta kachela bonusni qo'shib beramiz. Yo'q, bu kachelarni videomizda davomida ko'rsatib o'tamiz. Aka, bitta desiz bo'lmaydi-da. Akasigachi. 3 ta qilsa 2 ta qo'shib berasizmi? Mana kachelamiz aka. Mana shundan ha, ruchnoy rabota mana ko'rib turishgandek mana 1 million 200, 1 million 300 minglik variantdan 2 ta xarid qilishsa, bonusiga mana bitta tekinga mana kachela qo'shib beramiz. Bo'ldi. Biz Afsona TVdan kuzatuvchilar biladi biz bitta kachela qo'shib berayotganimizni. Afsona TV ustozimizdan ko'rishayotganlar bilishadi. Endi xudo xolasa bizda hafta zamondan deb chiqishsa, yana ham chiroyli bo'lib hafta zamondan deb chiqishsa, xudo xolasa skit keladi, qo'yib beramiz. Bir qavatli 1.3lik list parashlik qiladi deysa, mana 1.5, 1.7 listdan qilib beramiz. Toshkent pason. Buni kvadrat metri 900 ming so'mdan chiqadi. List 1.5 bo'ladi. Xudo xolasa yo'llari 10 ga 5 profildan bo'lgan, taglari shivillar bo'lgan. Taglari shivillar. Отдельно kaletkali xohlasa qilib beramiz, xohlasa kaletkani ichida qilib beramiz, qanotning ichida. 1 kvadrat metri Toshkent pasonimizda 1.5 listda, qalin listda chiqadigan bo'lsa, 900 ming so'mdan qilib beramiz. 900 ming so'mdan. Buni ham kraskalarga hammasiga garantiya. 5 yilga garantiya. Xudo xolasa. Buni ham 5 yilga garantiya. Yana shu taroq pasondan yana bor ekan. Taroq pason chunki eng skromniy aka, bachkanasi yo'q, hurmatini yo'qotmaydigan pason. Zamoqlar mana high-tech variant qo'yganmiz, rangiga moslab mokristdan. Zo'r. Xudo xolasa mana bunda kachelalarimiz bor. Kachelarni o'zini sotib olaman degan hamyurtlarimizga 3 million so'm bittasi tepalarni yopib beramiz. Eng qizig'i bu bo'ldiga ekali bo'shab, to'g'ri, qish kunida bo'shatib, chiroyli qilib podvallarga tayyorlab olib kirib qo'yishadi. Yozda yana maza qilib. Boshqa undan tashqari mana bunday stullarimiz bor. Ratan. Bular nech pul aka? 6 taligi. Bularni telefon qilishsin, kelishamiz. Mana bunday tushuntirib o'tamiz. Mana bu joyda yana buni qaranglar. Budjetli variantlar bor, darvozalarimiz ham bor aka. Mana pechat shtampovka o'sha 650 ming so'mlik variant aka. Bu ham 650 ming so'mlik. Hop, listlarning qalinligi 1.3 bo'ladi. Listlarda 3 ga 3,5 bo'lgan razmer. Bu ham 3 ga 3,5. Buni ham kraskalarga garantiya bor. Garantiya va zamoklari bor. Olib borib o'rnatib beramiz. 12 viloyatga xudo xolos dastavka ustanovka bor. Hop. Yana bitta pechat shtampovka taroq fason aka. Taroq fasonda o'sha arzonroq variant 650 ming so'mdan chiqadi. High-tech ruchkalarni qo'yganmiz. Agar mana shu razmerlar, aytgan razmerlarimiz tushib qoladigan bo'lsa, sразу olib borib o'rnatib beramiz. Hop 330 ga 350 bo'lgan bu. Ranglari ham shampan svetda qilib devo kraska solib berganmiz avtomobilni. 5 yilga garantiya. Hop, aka, zakolat tashab berishgandan keyin sizga qancha kungacha uzog'i? Bu bir qavatli darvozalarimiz 15 kunda borib o'rnaydi. 15 kunda hozirgi kuniga hozir qishga kiryapmiz-da aka. Kunlar kalta bo'lyapti, ashurasidan hisobini ayting. Keyin kunlar kalta bo'lib qoldi demang. Bizda aka qishdan yozin bir xil, chunki pechlarimiz bor. Sovuqqa qaramaymiz.
chiroyli qilib, xohlasa hammer kraskalarimiz bor. Aha. Hop, yaqinda xudo xolasa hop, shagrin kraska deydi, ya'ni sirli kraska. Aha. O'shani ham yo'lga qo'ymoqchimiz. Yo'lga qo'yasiz. Xudo xolasa bir oydan keyin kunlar sovidi-ku. Aha. O'shani hisobiga ham aka o'sha kraskamizni yo'lga qo'yamiz. Unda ham yana bir obunachilaringizga bir video chiqaramiz. U kraska shunaqaki, toshda chizsa ham chizilmaydigan kraska. Zo'r bo'ladi. Ha. Yosh bolalar chizib ketsa ham shuncha qo'ydi. 650 ming so'mdan bir qavatlilar 15 kun ichida agar ruchnoy rabota 2 qavatli darvoza bo'ladigan bo'lsa 20 kun bilan 25 kunda orasida. Ha, shu orasida undan o'tmaydi, ha? Ha, o'tmaydi xudo xolasa. Bor. Bemalol shu ekranda nomerlarda WhatsApp, Telegram, Imo hammasi bor. Murojaat qilib yozishsa biz yana ularga katalog tashlab beraveramiz. Tanlashga udobli bo'ladi. Qarang. Misolda qo'shnisida ko'rganmi, kinolarda ko'rgan, boshqa joyda ko'rganmi, chiroyli qilib rasmga olib bersa, mana shuni ham iloji bormi? Ha, agar o'zlarida variant bo'lsa, tashlab berishadigan bo'lsa, birga bir qilib chiqarib beramiz. Birga bir qilib. Ha, temir sohasida darvoza, hop, barel, kazirok, qanaqa xizmat bo'lsa, so'ri, keyin so'rilar, ha? So'rilar hammasini xudo xolasa chiroyli qilib, aytilgan muddatda sifatli qilib chiqarib beramiz aka. Bo'ldi, akajon, rahmat. Sog' salomat bo'ling. Mayli aka. Ishlarga omad. Sizdan. Jamiyat.